Assalomu alaykum. YouTube ahli, kuzatuvchilari, ag'ayinlar. Biz bugun Tversk oblastga kelganmiz. Bugun dam olish bugun. Xo'p, mana ikkita haligi zakaz qilganman. Bular endi hazil tarzda aytyapman. Nima deydi? Aylanib nima qilib yuramiz? Nima deydi? Sayr qilyapmiz. Mana bu manzarani qarangizlar. Xo'p. Ana nima deydi? Mana ikkovi urra qayiqda haydayaptilar. Qayiq yurituvchilari mana shular. Faqat ishlash uchun emas, to'g'risi biroz har zaman bir damasa ham yaxshi. Kapitan korabля. Mana shunaqa gaplar ag'ayinlar. Sizlar ham agar damamoqchi bo'lsangizlar, shu yoqqa kelsangizlar bo'ladi. Qandaydir bir imkoniyat topib. Bugun juda ham Allohga behisob shukr, juda yaxshi kun, yaxshi dam olish bo'layapti. Ey, arkada Salimman Botir turibdi. Ko'rinyapti yo'qmi? Hammasi mahkammi? Ko'rinyaptimi? Eyla. Mana daryoning orqasi endi. Qana arqa taraf qayerdan jo'naydi? Eyla. Munoma, munashilmadi. Xo'p. Davay, tabasing bo'ldi. Ketdik. O yoki to'lqin qattiq bo'lyapti, orqaga qaytinglar. Mana buni qarangizlar, valna qanday bo'layapti. Aytamiz. Mana luqlar, qamishlarni qarangizlar. Xo'p, mana arqamiz shu Volga daryoning asosi nimasi shu yoq. Negadir kameraning orqasi ko'rsatmaydi ekan. Mana shunaqa gaplar. Do'stlar. Haydanglar.